Mana bugun sanamiz 10 aprel kuni oylik bermaganlik sababli shopirlar ishga ham chiqmadi. Plus galadovka e'lon qilyapti. Ochlik e'lon qilyapti. Xo'p. Proyektimiz jitel proyekti. 8 oydan beri oylik yo'q. Qanchadan beri oylik olganingiz yo'q? 8 oydan beri. 8 oydan beri oylik olmagan shopirlar. Mana ana ovqatlanmadilarmi? Yo'q, obed qilganimiz yo'q. Nima uchun galadovkami? Ha, Ha, bu yerda ovqat yeganlar. gapiringlar. Gapiring. Kim? Bizda ovqat yo'q. Ha. Bizda pitani yo'q. Oylik yo'q. Mana shunday vaziyat bo'lib turibdi. Kattalar bugun ertaga va'da beryapti. 3-marta yig'ildi. Lekin 3-marta yig'ilyapmiz. Hamma proyekt olgan, jitel proyekti olmagan. Mana shunday vaziyat bo'lib turibdi. Qilyapti, Mana.